Mana shu suratda nima ma'no bor? Hozir o'qib chiqamiz. Otani farzandiga vasiyat ekan. Validil habib, sevgili farzandim, in qata amali bi mauti, agar amallarim o'limim bilan to'xtaydigan bo'lsa, va anta amli, umidim sensan, haqqimga duo qilgin, men uchun istig'for aytgin, nomimdan sadaqa qilgin, mendan yaxshiliklaringni uzib qo'ymagin, duolaring bilan, sadaqalaring bilan gunohlarim kechiriladi, ajrlarim ko'payadi va darajalarim yuqorilaydi deb ota farzandiga nasihat, vasiyat qoldirgan ekan. Har bir ota farzandiga shunaqa vasiyat qoldirish kerak. Har kuni, har lahza kerak bo'lsa, bolasiga xuddi shu vasiyatni har bir ota aytish kerak azizlar. Qola Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, Payg'ambarimiz alayhisalom aytadilar, agar odam bolasi o'lsa, hamma amallari uziladi, illo 3 ta amal. Illo 3 ta amali sababidan uni orqasidan savob bor turadilar. Mana hadis keltirilgan. Sadaqatun jariyatun aw ilmun muntafa'u bihi aw waladun solihun yad'u lahu. Imom Muslimda keltirilgan hadis, o'qitiruvchi sadaqa yoki odamlar undan foyda oladigan ilm yoki otasini haqqiga duo qiladigan solih farzand. Rabbim hammamizdan mana shunaqa hadisda keltirilgan sadaqa joriya, foydali ilm va solih farzandlarni qolishni o'zi muvaffaq aylasin. Kutish zalida shunaqa hikmatli so'zlarni yozib qoldirilgan, bekor o'tirmasdan shunaqa so'zlarni o'qib, inson o'zi uchun, dunyo oxirat uchun manfaat olsa bo'ladi. Avvalo o'limni o'zi bizga eng yaxshi nasihatchi.